Gulchehra Jamilova O'zbekiston teatr va kino san'atining yorqin namoyandalaridan biri, taniqli aktrisa, O'zbekiston xalq artisti. U 1946-yil 2-iyul kuni Toshkent shahrida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Yoshligidan san'atga, ayniqsa raqs va sahna ijodiga katta qiziqish bildirgan Gulchehra Jamilova dastlab 1964-yilda Toshkent xoreografiya bilim yurtini tamomlagan. San'atga bo'lgan cheksiz muhabbati uni aktyorlik sari yetakladi va 1968-yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutining aktyorlik fakultetini muvaffaqiyatli tugatdi. Ijodiy faoliyatini mashhur Bahor davlat xalq raqs ansamblida raqqosa sifatida boshlagan. Keyinchalik 1966-yildan O'zbekiston Milliy akademik drama teatri aktrisasi sifatida faoliyat olib bordi. 1987-1991 yillarda esa Abror Hidoyatov nomidagi davlat drama teatrida ishlagan va keyin yana asosiy teatrga qaytgan. Kino olamidagi faoliyati 1962-yildan boshlangan bo'lsa-da, unga haqiqiy shuhrat olib kelgan rol buyuk adib Abdulla Qodiriyning mashhur romani asosida suratga olingan O'tgan kunlar filmidagi kumush obrazi bo'ldi. Ushbu obraz orqali u o'zbek ayollariga xos go'zallik, sadoqat, ibo, or-nomus va nafosat timsoliga aylandi. Aynan shu rol sababli xalq orasida unga O'zbekning kumushi deya ta'rif beriladi. San'at rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun 1992-yilda O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Bu unvon uning uzoq yillik mehnati, mahorati va xalq mehrining e'tirofi bo'ldi. Gulchehra Jamilova o'zbek san'atining tirik afsonalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Uning ijodi, ayniqsa Kumush bibi obrazi, bir necha avlod tomoshabinlari qalbida hamon yashab kelmoqda. U o'zbek kino va teatr san'ati tarixida unutilmas nom qoldirgan buyuk san'atkorlardan biridir.